Assalomu alaykum. Bizni onlayn offlayn kuzatuvchilar, biz kundalik ishlarni davom ettiramiz. Bizning galdagi mehmonimiz Shoira opamiz bo'ladilar. Shoira opamiz ham Toshkentdan. Shoira opa, bizni nima uchun ko'rgansiz? Ya'ni nima maqsadda ko'rib qoldingiz? Reklamadan ko'rasiz, to'g'rimi? Yo, YouTube'da ko'rdingizmi? Yo'q, YouTube'da ko'rdim. YouTube'da ko'rgansiz. O'zi bizdan oldin ham kimdir bo'g'im yo beli og'rigan to'g'risidagi gaplarni eshitib o'tirgansiz. Algoritm shunaqa ishlaydi-da. Siz nima ko'rsangiz shuni chiqarib beradi. Yomon kino ko'rsa, yomon kino chiqarib beradi. Anu messenjerlarni poistda qidiradi. Unda qarasa, shunda poist kirsa, shunda tursa, buzuqda tursa, o'zi faqat buzuq ko'rar ekansan deydi-da, shunga o'xshab. Faqat men sihat salomatlik temasini ko'raman. Shuda. Chunki shunga yaqin sohadaman. Nima bu ishingiz? Men Semashkada masserska boshlayman. Esingizga tushdimmi? Bo'ldi, esimga tushdingiz. Siz u yoqqa men ko'rganman sizni u yoqda. Men o'zi qabul qildim. Men qabul qilganman. Mana kelib yotdim, mana 10 kun qabul qildim. Opangiz qani? U senim. Seningiz? Yotibdi. Yotibdi. U keladi vahima bilan biz. U keladi, uni olib keldim. O'zingizni yetaklab keldingiz. Uni olib keldim. Shunaqangi ishtiyoq bo'ldi o'sha paytda. Aytdim, yo'q, men o'zim ham yotaman, billa yotaman. Yotamiz, yotasan dedim. Shu bilan ikkalamiz. Yakshanba kuni qabul qildim sizlarni. Ha. Yakshanba kuni, qarang. Yakshanba kuni. O'tgan yakshanba. Tasodifan bir kungina qabul bo'lgan kuni biz o'sha Oybek yo'q edi-da, men qabulda o'tirib qoldim-da. O'sha kirishdik, men juda ham xursand bo'ldim. Juda maza qilib gaplaringizda maza qilib bo'lishdim gaplarimni, fikrlarimni o'sha kun. Chunki men o'zimni bu shu kungacha kelgan fikrlarimni ko'rdim sizda isbotini. Amaldali. Ha, amalda. Chunki xuddi sizdagi doktor bizda yo'q. O'zbekistonda yo'q bunaqa doktor. Men so'rashadim, men bemorlarni so'rashdim, ortoped bormi? 12-poliklinikada poliklinika bor. Yunusobod sentrda 12-chi. Yo'q. Aha, sentral Yunusobodniki. Yunusobod. O'sha yerda shunaqangi bir yaxshi yigit bor, otlari Sherzodmidi, otlari esimdan chiqib qoldi. Shularga borganimda bitta ma'lumot olgandim, bo'ldi. Men tuzu ortoped ko'rganim yo'q dedim. Men hech kim savet beraman. Ularni men qaytib yo'qotib qo'ydim dedim. Keyin nimada Buxorolik Rahmatilla To'rayev juda yaxshi bilaman. Ha, bilaman. Ularni juda muolajalarda bo'lganman. Men telefondan ular menga bemorlar yuborib turarlar, men ular bilan muloqotda bo'lib ishlagan joylarimiz ham bo'lgan. O'zim bir paytlar yiqilganman. 15 yil oldin shundoq chalqancha yiqilganman-da. Orqa bilan. Ha, uchib tushganman. Ha, shunda shu tazimda ozgina siljish bo'lgan ekan. Umurtqada. 5-nimada. Shuni men to'g'risini aytsam, shuncha paytdan beri bilmadim, men faqat ko'ksartroz deyishdi. Men o'g'lim hali boshi bilan shikastlanib o'lgani uchun men faqat boshimga beraveribman. Boshimga vnimaniyani diqqatni boshiga bergan, davoni boshiga bergansiz, lekin oyoqlar kam yurib qolgan, kam harakat qilib qolgansiz. Kam yurib qolganim yo'q, lekin vnimaniyani boshimga berganman. Oyog'im, chunki men o'zim har doim aktivniy, juda ham naqada bo'lganman. Hamma sport zalida. Komsomolka bo'lganman-da. Ha. Endi keyin har yil o'zim sanatoriyga borib yotaman. Har yil o'zimni juda ham yaxshi, men o'zimni hisobimda men o'zimni juda ham yaxshi ehtiyot qilaman deb o'ylardim. Ideal edingiz. Lekin menda juda ko'p o'qimagan, sizchalik o'qimagan, iqtidorim yetmaganligi uchun menda ko'p jihatdan menga imkoniyat bo'lmadi. O'qimaganman-da. Bu meni o'tdan olib o'qiganlarim kamlik qildi. Kamlik qilmaydi, yo'q o'zi u. Yo'q edi. Yo'q o'zi. Hisobga olsa hech narsa yo'q edi. Shuning uchun fikrlarim bilan men shu paytgacha o'zim shuni saqlab kela oldim. Juda ko'p kasal bo'ldim. Asli bu ham shunga xizmat qilgan. Ha, endi o'sha yiqilganimda o'g'lim boshi bilan shunaqa rak bo'lib qoldi-yu, men endi shunaqa bo'lmaydi. Boshim ehtiyot qildim. Boshimni tuzatib oldim. Xudoga shukr, boshim. Keyin 4 yildan keyin bitta oyog'im o'zi 100 qadamda yurmay qoldi. Yuradi, yo'q bo'lib qoladi. Sezmay qoladi. Ikkinchisi yuradi, yo'q bo'lib qoladi. Keyin bordim, unga bordim, bunga bordim. Anaqa deyishdi, ko'ksartroz. Faqat ko'ksartroz bo'lishi mumkin emas. Men faqat ochaman. Как men bolalarni ishonasiz? Oyog'ini sezmay qolib, ya'ni yurganda charchab qolishni ko'ksartrozdan deydimi? Charchab qoladi deyapsiz-ku, sezmay qoladi deyapsiz-ku. Animit qilib, uvushib o'sha animit qilish uchun ko'ksartrozdan bo'lmaydi. Ko'ksartrozdan deyishdi. Men unga inkor etamanki, bu demak hammasi noto'g'ri. Demak, men kineziterapiyaga bordim. Bobur parkini ichida. Bubnovskiy ochgan park bor. Yonaqa bor. Chilonzorda ham. Chilonzordagi. U ham bor. 3-4 ta joyda bor. Yunusobodda bor kineziterapiya. Shularga 2 oygina qatnashdim-da, zo'r bo'lib ketdim. Yaxshi bo'ldim. Animit qilish ketdimi? Ketdi. Yaxshi bo'ldi, zo'r bo'ldi. Lekin yurib yana shu
sal sovutaysan, jiq etadi. Ular qimmatda, qatnovimizda ular. Jiq etadi. Mash kechagina nuqul sidalishni belgini bilasizlar deysizlar-ku, haqiqatan bilamiz. Chunki o'sha sidalishni nervga Sizlarda tasavvur bor. ha, O'zingizni ikki avlod oldingi, ikki ajdod oldingi ota boboningiz ismini bilmaysiz, sizlarning ismini bilasiz lekin. xuddi shunaqa. Shu sidalishni imini og'rib qoladi nazarimda. Nima qilishni bilmayman. Endi u paytda razravodga qilishini tuzaladi deb o'ylamayman deb bitta ukol qildirib olaman, qo'yib yuboradi, yurib ketaman, yana boraman. Bolalarga man o'zim fizkultura o'tkazishga anaqa majburiyatim bo'lmasa ham man hobbi masajkaman, ну o'tkazamanda. Ozgina anaqadan nimada bizada chisavik masajdan dars ham beraman, malaka oshirishdan. O'shanda hammani targ'ib qilaman-da, aytamanki, o'g'il bolalar lanka tepish kerak. Mani fikrim To'g'ri. lanka tepish. Lanka qanday tashqi burilish beradi? Cho'nchaloqqa. Juda chiroyli. Men aytaman, o'g'il bolalar lanka tepish kerak, otda yurish kerak. Otda yurmagan to'rda mana shunaqa qilib yursang, otda yurganni javobini olasan. Хотя бы. Qizlarga aytaman, qizlar babochka qilish kerak. Agar qizlar babochka qilmasa, qizlarning tag'zi chiroyli bo'lmaydi. O'tlaring kirib ketadi, bachoq bo'lib qolasan. Shu qizlarning chiroyli joyini xunuk bo'lib qolishini aytsangiz, ular darrov ish qilishadi. Yeb bo'yicha harakat qiladi. Keyin o'shani o'tirayotgan darslarda bo'layotgan shunaqa chiroyli qizlar, shunaqa chiroyli qizlar. Qara, mana shu xunuk bo'lsang, o'zing xunuk ko'rsatsan, haligi qizlar ham chiroyli. O'sha boshqacha xohish paydo bo'ladi. Ha, bu endi qalbiga yo'l topishdi. Mana shunaqa qilib o'zimcha ideyalar bilan skulpturalar o'tkazib kelganman. Sotrudniklarim ham juda ham yaxshi ishlashardi hammamiz. Endi imkoniyatlar berishgan, shunaqalar bo'lgan. Lekin o'zim raqamda o'ylamabman. To'ppa-to'g'ri. Endi keldingiz o'sha men kelganda ahvolingizni bildim, o'zi ko'rdim o'sha kuni. Shuni qarasam, sizga o'xshaganlar ko'p chiqdi. Hammasi bitta chegaradan nariga o'tmaydi. Indallosi qani, buni tegi qani, bu qayerdan kelyapti, buni nima bilan tuvalish? Bitta fizkultura yo'q. O'xshamaydi. O'tib ketiraman. Telegramdan o'tib ketiraman. Sizga kelganda men sizni где-то dekabrdan ko'rdimda, senimi mazasi yo'q, men ishim ko'proq. Передачani ko'r. Telefon qilaman. Ko'rdingmi передачani? Ko'rding. Meniki chatmi? Sizni передачalaringiz Telegramdan. Shu bilan hali majbur qilaman. Mazasi olib kelaman, uni boshi aylanadi, uyimga olib kelaman. O'zimchalik unga zatilishni qilasiz. Yengil masaj qilaman-da, keyin unga mashqlar qanaqa beraman. Unda qiladi. Cho'ziltiruvchi. O'sha oddiy. Oddiylarni beraman. 5-6 kun uyimda turadi, boshqa bo'ladi, bodiriy bo'lib uyga ketadi. Mana shundoq qilgan deyman, qaytib qolmaydi bilaman. Shunaqa qilib xullas kalom, men o'zimning fikrim xuddi sizni gaplaringizga juda ham menimcha fikrim yaqinroq, siz fikringiz yaqinroq yondashasiz. Maza qildim siz gaplaringizdan, juda. Darsdan tingladingiz har kuni. Lekin vaqt topganimda har bitta ozginagina darsingizdan men o'zimga kerak narsalarni oldim. Lekin sizni priyomingizda, qabulingizda bo'lganida aytdimki, men aytdim, yo'q, men yotganim yaxshi. Bu yerda ko'p narsani o'rganib ketaman, jiyanimga, singlimga, ukamga, hammaga. Dedim, kechagi darsda siz aytyapsiz. Bitta oilada bitta odam betdan ketgan odam hammaga yordamchi bo'ladi. Men unda siz shuni aytmasangiz ham shu fikr bor edi. Bor edi-da. Siz intelligent odamsiz-da. Bilmadim, menda shu bor. Men mesela 5 ta odam kelib davolanishardi, men o'zim davolansam bo'ldi, hammani qutqaraman degan gap bor-da sizda. Fikr bor. To'g'ri ayta olasiz-da. Odamlar bir-biriga Lavrov list bilan chaging, zo'r bo'lib ketadi. Voy, anavi bor-ku, unda mayda-mayda barbariska o'xshagan. O'shani anavi qalampirmunchoq. Shimib yursang bo'ldi. U Qachongacha? Qaysi vaqt? Yo, unaqa emas. Ilm yo'q-da. Men aytamanki, yo'q, uni tushuntirilmaguncha qilish kerak emas. O'zi tushuntirmasang qilolmaydi hech kim. Oxirigacha ham qilmaydi-da. O'sha siz aytganday, agar sen unday yurmasang, bir joyga kirib ketadi, chiroyli bo'lmaysan. Agar sen mana bu ishni qilmasang, oxiri bundoq yotib qolasan. Mana bu bo'ladi. Ko'rsatsang, "Yo'q, qo'y" deydi. Qo'y deydi keyin. Yaxshi? Zo'r. Sizga o'xshagan injiq odamga ma'qul bo'lganda men xursandman. Injiqsiz haqiqatan ham. Yo'q. Injiq emas. Sohana egalari injiq bo'ladi, talabchan bo'ladi. Doktorlarni hammasini hurmat qilaman. Juda ham hurmat qilaman. Chunki ular o'qishga imkoniyat, o'qishdek azob narsa yo'q. Bu yerda faqat odamni ruhiy jihatdan doim 4-5 yil doim bosimda turish emas. Bu meditsina umrining oxirigacha o'qish degani. Umrining oxirigacha. Umrining oxirigacha o'qish kerak deganda. Asha yurgan doktorlar, men sohimdan yonimdagilarni bilaman. Men o'zim yonimda, men ham kichkina tashkilotda ishlayman.
Anka gematologiya markazida ishlayman. Bu yerda ishlayman, bir necha joyda ishlayman, javobgarman, respublika bo'yicha javobgarlik sohalarim bor. Men atrofimda lekin hammasi umrini berib yuborgan. Ular shaxsiy hayotini yashamayapti. Shaxsiy hayoti yo'q, hech birontasi yashamayapti maza qilib. Hamma o'ylab kulganda biz har doim startdamiz, nahada o'tiramiz. Shunaqada. Bu birinchi bu sohaga kirishning o'zi jasorat. Albatta. Ikkinchi bu sohaga kirgandan keyin uni mas'uliyatini sezib unda yashab qolish o'ta katta jasorat. Men hozir kezikingda aytaman, men cho'zilsa ham, trigger tochka degan narsa bor. Miyologiya degan narsa, miyologiya bu mushakni o'rganadigan fan. Bizda faqat qaysi mushak qayerda joylashgan shu paytgacha SSRni tarkibida bo'lgan davlatlar ichida bor. Butun dunyo shunaqa o'zi. Qaysi mushak qaysi joydan qayerga birikadi, necha xil toladan iborat va nima ish qiladi. Miyologiya deganda shuni tushunamiz. Lekin uning ichida trigger tochka borligi, miyozitdan ob'yomni o'rsan bilmaganmiz. Bilmaganmiz-da. Tasavvur qiling. Hozir 2000-yilda bitirib kelib doktor bo'lib o'tirgan odam agar trigger tochka bo'yicha uni sammasi ishlash bilmasa, bu kasallikdan sizni qutqara olmaydi. Endi shu odam o'qimasa, mana 25 yil davomida o'qimagan bo'lsa, 2000da bu yoqqa kirib keldi bo'lsa butun dunyoga. O'qimadi, bilmadi, u odam oxirigacha pikkacha chiqa olmaydi. Undan oxirigacha o'qish kerak. Undan oxirigacha o'qish kerak. Bu qiyin soha. Qiyin. Keyin sizga savolim bor edi. Masalan, biz boramiz, ortopedga boramiz. Ortoped, bitta ortoped muomalasiga. Travmatolog, faqat travmatolog. Nahotki men bitta kichkina meditsina bo'lib turib, travmatologiyani, ortopediyani hammasiga chetdan yondashishga ozgina bo'lsa ham kirishib olayman-da, ular yo'q, buni travmatologga borasiz. Yo'q, buni revmatologga borasiz. Yo'q, buni ortopedga borasiz. Mana shunaqa yondosh kasalliklarni bittasini ham mukammal o'zi bitta joyda. Mana vertebrologga, masalan, vertebrolog, travmatolog vertebrologga boring deydi. Masalan, nimaga bular shunaqa bitta yondosh-ku hammasi? Shunaqangi mana shu joyini o'rgansa qanaqa qilib u yoqlarni tuzatish mumkin? O'rganish mumkin, o'rganadi. Mana 7 ta soham bor. 8 ta dajda berishdi. 7-8-inchi ham bor-da, 7-8-inchi bazaviy bakalavr. Men bilyapman, o'qiryapman hozir. Men o'lik yoraman. Hech kim ishonmaydi o'lik yoraman desa. Patanatomiyada patanatimni o'qiyman, o'lik yoraman. Chunki vaqtida gematologiyada hozir ham ishlayman, dejurstvoda turaman. O'lgan shu og'irlik kasallikdan o'lgan odamlarni ichida o'rganish uchun ish qilganmiz biz. O'rganganman, borganimda og'zimga tepish kerak. Bor yo'qol bu yerdan degan, bilmaysan degan, o'qib kelganman o'sha narsani. Ishlab o'qiganman. Hamma narsa o'rganganman, vertebrologga shunaqa o'rganganman, majbur bo'lganman. Vertebrologga o'zini olib borib yoki travmatolog o'zini olib borib turib bir narsa qilib bo'lmaydi, u birga ishlash kerak-da. Birga ishlash kerak. Birga ishlash kerak. Shunda kasallik ancha yaxshi bo'lardi. Yaxshi aytaman-ku, o'zi sizga o'xshagan injiq odamlar ko'ngilni topish qiyin. Ma'qul bo'lgan bo'lsa, usulimiz xursandmiz. Juda ham. Bizda bir sehrli dori, sehrli nima yo'q, buni ko'rdingiz mana. Nechinchi kun bugun? Bugun 10-kun. 13 kun. Sehrli dori, sehrli narsa yo'q. Kompleks lecheniya kineziterapiyaga asoslangan. Biza kimlargadir operatsiya qildiramiz. Kerak odamga operatsiya qilish kerak. Lekin o'sha videolarni ko'rayotgan bo'lsangiz, operatsiyani o'zi, massajni o'zi, manual terapiyani o'zi, faqat dorining o'zi birontasi yechim emas. Bularning hammasi yaxlit holatda sizga bitta ma'lum bir vaqt, fursat beradi. O'sha fursatdan foydalanib otni qamchalasangiz siz yutdingiz. Keyin yo'nalishni tushuntirib berishingiz menga yoqqani, men masalan maza qilib nima qilishni bila olib ketyapman. Mana hozir men o'zim ustimda hamma o'zim imkoniyatlar. Mana masalan bitta общий, men sizdan o'sha kuni so'radim. Men qaysi yo'nalishda davolanib ketaman bu yerda desam, siz общий dedingiz. Xudoga shukr, men hozir o'zi sog'lig'im xudoga shukr javob beradigan o'zimga normalniy unaqa shikoyatlarim ko'p emas, lekin hamma sohaga yondashdinglar. Yuragingizga ham, ha, yuragingizga ham yondashdinglar. Hammasiga yondashdinglar. Men javob ola oldim birinchidan. Bu yerda mana men hozir chiqib ketyapman, xudo xohlasa qanchaysizlar bu yerga. Bu yerga kelish mumkin emas degan gap menga yana ham yoqdi. O'zim o'sha kuni aytdim, birinchi kun kelgan aytdim jiyanlar. Har yil endi bitta yotamiz shu yerda maza qilib. Deb turuvdingiz. Olamiz. Janim keldida. Ko'rgani keldi. Gapingiz aytganda o'zi undan oldin shu fikrga kelyotgandim. O'sha qaytib kelishib uyat. Shida. O'zi qaytib kelish uyat. Malades, anglagan odam anglaydi-da. Endi mana siz yo'nalish beryapsiz-da. Xudo xolasa katta gapirmayman. Bu yog'i mehnat deb o'ylayman. Boshqa narsa yo'q. Mehnat borib ko'mir kovlash yoki yer qazish emas. Oddiy, o'zingizni yaxshi ko'rib, maza qilib, harakatdan to'xtamang bo'ldi. Men aytaman-ku, mana shu mushagim shunaqa yirillikda turishligi uchun, shunaqa men ishimni bajarishlik uchun
bu ishlash kerak. Bu mehnat qilsa ham ishlaydi, mashq qilsa ham ishlaydi, nimadir yuk ko'tarsa ham ishlaydi. Nima qilsangiz qiling, bu bir kunda o'sha yetadi, o'zini ishlasin bo'ldi. Men buni mashq deyman, Toshkent shaharda o'tirib, qishloqda o'tirgan dehqon buni mehnat deydi. Bozorda yurgan aravachi buni mehnat deydi. Men dadam o'zim ham ustaman o'zi tagi. Dadam ham usta, men ham mehnat deyman, ish deyman buni. Faqat siz bilan menga o'xshagan sal nimaroq dangasaroqlar mehnat, mashq deydi-da buni. Maqsad mashqlarni mushaklar ishlatish, to'g'ri, boshqa gap yo'q. Xursandman Shoira opa. Ma'qul kelganidan yana bitta shogirdimiz ko'paygandan, men shogirdimsiz endi. Rahmat. Bemalol har qanday vaziyatda shunchalik rahmat. kelib, anglab, tushunib, nima qilmoqchiman desangiz qarshiligim yo'q inshaalloh. Balki ishga olarman sizni. Bekorsiz-ku baribir, to'g'rimi? Qorong'imiz yaqin bu yerga? Yo'q, jayam yaqin emas. Menimcha. Nicho bo'ladi. Kelasizga aytaman sizga. Ishlash sharoitim, qiziqarli ish anaqam yo'q. Masalan, hozir shu kunimda ham bekorchi emasman. Kimgadir kerak bo'laman, lekin ishonsangiz, sog'lig'im uchun boraman. Vizitlar bo'lib qolsa. O'sha vizitga borishingiz boshqa muammo. Menga bitta kuniga ma'lum bir soatda ayollar bilan ishlashingiz kerak-da. Siz qattiq ish talab qilasiz. Men bu yerda ko'rmadim, ishchilaringiz tinim bilayotgani yo'q. Qattiq ish. Hech kim tinim bilayotgani yo'q. Ish juda og'ir. Juda og'ir. Vrachlaringiz ham savolga to'liq javob berishyapti. Ishni toza qilishyapti. Hozir javob, muomala chiroyli. Hamma narsa joyida. Qoyilman. Ish og'ir, ishchilarimga og'ir. Shu komanda uchun men nimadir qilaman-da endi. Bular menga jonni berib ishlaydi. Sizlar uchun mehnat qiladi. Men ham bular uchun nima mehnat qilaman. Lekin siz ularga ham sharoitlar yaratib berganingizni ko'rdim. Juda xursand hammalari. Shunaqa, hammasiga nimadir olib berib, nimadir qilib, padishga qilamiz. Juda xursand hammalari. Padishga qilamiz. Omon bo'ling. O'zingiz ehtiyot qilasiz. Salomat bo'lasiz, yaxshi bo'lasiz. Ko'rdinglar, tushunsangiz, anglasangiz, bironta muammo yo'q. Hatto bu joyga kelish ham kerak emas. Anglash kerak. Anglaydigan joyi qoldi. Shuni anglab yetsanglar, muammo yo'q. Hech qanday na harakatda, na belda, na oyoqda, yurishda boshqa hech narsa yo'q. To'g'ri harakat qiling, yo'ldan adashmang. Omon bo'ling, bizdan uzoqlashmang.